Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, salom-salomlar. Bugun Xorazm viloyati Shovot tumani Ogohida zo'r bir sotiladigan 2 buqa chiqdi. Bo'ylari 1.35, 1.40, joy vesi hisoblanganda 480-500 kg vesi bor. Egalaridan arzon narxda. Bu Angusa gibrid ekan. Bahası dim zo'r buni, xudo xolasa yurtdoshlar. Necha so'm buni bahası? Amirbek 30 milyon demiz. 30 milyon. Gelişip yeri bak. Üstünde qaytib bundan ham gelishib beriladi axir. Ava. Yegim içine ponni 100% garantiya, doğru mu? Sen ava. Pisatliga beramiz. Aha. Mana 30 avadanmış 28 demiz. Sizlarga yana gelişip beriladigan yeri bak. Qo'yna hurmatli yurtdoshlar, üstünde yana 2 million qaytildi, 28 million undan ham qaytib gelishib beramiz. Chiroyli gelishgan bir buqa, Angusa gibrid. Qiziqqanlar uchun telefon raqam qo'yamiz. Navbatdagi keyingi molimiz Galishtin. Bo'ylari bundan 1.35, 1.40 chiqadi bemalol. Joy esa bu ham 480-500 kg bor. Buni bahasini necha so'm deymiz, Amirbek? Mana 30 milyon demiz. Mana shu 1 milyon qaytib üstünde gelişip beriladi. Aha, üstünde hurmatli yurtdoshlar 1 million qaytib. Shunda bitar 29, uni ham gayernaga üstünde uni ham qaytib kelishib beramiz. Dastlabki xizmati bormi Xorazm bo'ylab? Dastlabki xizmati telefon tavarsizlar, aytgan vaqtda gelişip beramiz. Uni ham kelishilgan holatda qilaveramiz. Bo'ldi. Asa pastda sizlar uchun hurmatli yurtdoshlar, pastda telefon raqam qo'yamiz. Shunga bemalol bog'lanib, egalari bilan bog'lanib gaplashib, savdosini qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.